Assalomu alaykum barchaga. Mart oyi kelishidan oldin mana gullar tayyor, ayollar bayramiga. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Donaga ham, optimga ham. Albatta bu sun'iy gul, biz gul sotmaymiz, gulni ko'chatini sotamiz. Kimga mana shunday har xil ochiladigan atirgullar kerak bo'lsa, ko'chatlari kerak bo'lsa, uyiga ekishga, donaga ham yoki tom orqasigami yoki bozorlarga olib borib, uylariga sotaman degan optimchilar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Bitta muhim eslatma, bu qalamchadan bo'lmagan, yovvoyi atirgulga payvand qilingan. Ya'ni bu juda ham uzoq yil yashaydi va suvlilikka, suvsizlikka yoki o'zini bir qanaqadir kasalliklarga chidamli bo'ladi. Birinchi o'rinda ranglariga to'xtalib o'tamiz, keyin ko'chatning holatlarini sizga ko'rsataman. Xo'p, bizda 4 xil rangi bor. Birinchi o'rinda chorniy deydi, ya'ni juda ham to'q qizil bo'lib ochilgani uchun shunday deydi, stakanchik bo'ladi, yapaloq bo'lib ketmaydi juda. Ikkinchisi pushti rang, shunaqa bo'ladi. Uchinchisi sariq. To'rtinchisi novot rang bo'ladi. Novot rang bu tikonsiz bo'ladi. Mana bu uchovi tikonli, bu tikonsiz bo'ladi. Sun'iy gullarni qo'yib qo'yamiz va endi realni ko'chatini ko'rsatamiz mana. Mana bu eng zo'r reklama bo'p deydi-ku. Tomiri mana juda ham kuchli rivojlangan, sog'lom, tanasi ham sog'lom. Aytganimizdek, bu yovvoyi atirgulga urilgan, payvand qilingan, shuning uchun juda ham har tomonlama mustahkam bo'ladi. Immunitet kuchli bo'ladi deydi-ku, shunga o'xshash. Mana bu kichkinalari. Mana videoda eng kuchlisi va eng o'rtacha kichkinalarini ko'rsatdik mana, bittasini ko'rsatmay mana. Bular ham yaxshi, tanasi ham sog'lom, tomiri ham moshni. O'zi ko'chatlar shunday bo'ladi. Bir xillari ham juda kuchli bo'lib ketadi, mana bunaqa. Bu atirgul ko'chatlarni uyingizga ekasiz, tom orqangizga yoki olib borib sotsalaringiz ham bo'ladi. Donaga ham, optimga ham bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor. Kerak bo'lsa qo'shni davlatlarga ham yetkazib beraveramiz. Sifati juda ham yuqori, payvand qilingan. Xo'p, buni qachon ekamiz deydiganlar bo'lsa, mana hozir ayni paytda ekishdi. Atirgullar hali kurtak ochib o'rgan yo'q. Ko'chatlari, uyda ekilganlari kurtak ochdi. Lekin bemalol eksa bo'ladi hozir. Mana fevral oxirida turibmiz. Mart, aprel bemalol eksalarimiz bo'ladi. Atirgul sho'x bo'ladi, mevaga qaraganda ekilish muddati uzoqroq bo'ladi. Ba'zida yozda ham ko'chirib kelganlarni ko'rganmiz. Shu amal olib ketgan. Faqat ekkanda kaltaroq qilib kesib ekasizlar. Buni mana bu yerda kurtaklari ko'zga ko'rinmasa ham, bu yerdan yorib chiqib shoxlab ketaveradi. Tanaga kuchni olib bergandan keyin ko'zga ko'rinmaydigan joydan ham kurtak urib chiqadi. Buni batafsil narxi, sifati, qanaqa ma'lumot kimga kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, videoda ham nomer bor. Aloqaga chiqasizlar. Telefon ko'tara olmay qolsak, Telegramdan yozsalaringiz batafsil ma'lumot beramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Jomboy tumani. O'zimiz kelamiz deganlar uchun kelib olaveradi. Lokatsiyamiz Samagro e'lon kanalida bor. Xo'p, bitta, ikkitami, 10 tami, 100 tami, 1000 tami qancha bo'lsa ham dastavka qiladi deganlar bo'lsa, pochtalardan yo taksilardan chiqarib yuboramiz.